Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'rmanlarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'rmanlarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlashishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz Kamol Turk Yolqin. Xalqarada irqiy qirg'inchilik olimpiki deb ayblanib, nurg'un g'arb davlatlari va boshqa davlatlarniki shundaqla xalqniki boyqut qilishiga uchragan 2022 yil Xitoy qishliq olimpiki 4 fevral boshlandi. 4 fevral kechdagi ochilish marosimida xalqaro taratqularning alohida diqqatini qo'zg'agan bir nuqta Xitoyningki olimpik mash'alni tutashtirgan tanarkachidan birining Uyg'ur ekanligi bo'ldi. Albatta, g'arb taratqullari buni Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoyatini yepish uchun deb muloyiza yurgizdi. Bo'libmi mush vaqtda Xitoyningki abdi bashirsini qilayotganlarning butunlay siyosiy o'yin ekanligini o'zining kechirmishi, shundaqla oilasining fojiasi orqali yorqin echib bergan faxrlik o'g'lonimiz Kamol Turk Yolqin bo'ldi. Bu munosabat bilan Kamol Turkni suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz, Kamol. Rahmat, xush bulduk. Sizga ko'p rahmat. Hamda suhbatimizni rasmiy boshlaylik. Sizden aldı bilen so'raladigan savol. Siz 2008 yili Xitoyningki olimpik mash'alni yetkazishga qatnashib ekansiz. Buning jarayonini bir so'zlab bersangiz, qanday siz bu mash'al yetkazish programmasiga tanlangandingiz ayni vaqtda? Rahmat. Bo'ldi. Bu 2008 yillik Bejandagi yozgi olimpik musobaqasi o'tkazilmoqda. Aynı vaqtda har qanday bir olimpik musobaqasining bir tarkibiy qismi bo'lib, bu tarkibiy qismning nomi olimpik yoshlar lageri deb ataladi ekan. Bu olimpik yoshlar lagerida butun dunyoning joy-joylaridan yoshlarning vakillarini avatib, shu Bejanda shu olimpik musobaqasi o'tkazilgan shaharda tang faoliyat o'tkazib, asos jihatdan madaniyat almashtirishni, bir xil yoshlarning orasidagi do'stlikni ilgari surishni maqsad qilgan shunaqa bir faoliyat ekan. Bu yolg'iz Bejang olimpik musobaqasi emas, undan burunmi har qanday olimpik musobaqasining bir tarkibiy qismi ekan, ayrilmas bir tarkibiy qismi ekan. Lekin Bejang olimpik musobaqasidan keyingi navbatlik musobaqadan boshlab buni amaldan qoldirib ketgan hisobda shu eng oxirgisi Bejang olimpik musobaqasining yoshlar lageri bo'lib qolgan. Bu yoshlar lagerida butun dunyodan ikkidan yoshlardan vakil avatgan ayni vaqtdagi Bejang olimpik musobaqasiga o'xshamagan davlatlar, ba'zi davlatlar o'zlarining yangi niyatlayotgan tanarkachilarini keyingi navbatlik olimpik musobaqasiga qatnashishda umid zo'r deb qaralgan yangi niyatlayotgan ko'z ko'rinayotgan yosh tanarkachilarni ba'zi davlatlar, masalan, Saudiya Arabiston, Oman degan davlatlar o'zlarining xon jamiyatining ba'zi yosh shaxsiyat yoki malikalarni degandek avatib chiqib butun dunyodan har bir davlatdan bir ikkidan vakil avatlagan. Ondan keyin Xitoy bu yerda bu sohibxon davlat usuti bilan o'zining har bir o'lkasidan ikkidan yoshni vakil qilib avatishni tanlagan. Shuning bilan bu bizning vatandan vakil qilib avatish bu vazifani ittifoq komitetiga qatnamraylik ittifoq komitetiga tushirib bergan. Bu ittifoq komiteti bu vazifani har qaysi joy-joylardagi rayonning joy-joylaridagi yerlik ma'rif idoralariga tushirib bergan, shaharlik ma'rif idoralariga. Bu ma'rif idoralar bu vazifani har qaysi to'liq o'rta maktablarga tushirib bergan, o'qitish talash vazifasini. To'liq o'rta maktablardan lekin o'zidagi eng yaxshi o'quvchilarni o'qish natijasi yuqori, a'lochi o'qiyotgan yaxshi o'quvchilardan birdan ikkidan tanlab ma'rif idoralariga yetkazib, bu ma'rif idoralari uni yuqoriga yetkazib qo'yadi. Ashuna qilib, eng oxirida bizning vatanga vakolatan men andan keyin yana bir Xitoy qizaloq bilan 1 avgust to'liq o'rta maktabda o'qiyotgan bir Xitoy qizaloq bilan ikkimiz Atmuraylik tarbiyadan tanlanib bizning ismligimizni shu Bejang olimpik komitetiga avatib bergan. Keyin bu olimpik komiteti shu butun Xitoyning joy-joylaridan tanlangan 60 necha shu yosh vakillar ichidan yana bir 16 ni tanlab ularni mas'uliyat tuzishga qilgan. Unga men iltimos qilib boqsam, mening iltimosim o'tib qoldi. Shundan 60 yoshlarniki bir 16 sining bir so'p mayina shu Xitoyning Bejangga bir 2 soat kelgan Chinfangda degan yerdagi mas'uliyatga mas'uliyat yetkazuvchilik tanlandim. Keyin bu mas'uliyat yetkazish faoliyati tugagandan keyin Chinfangda shahri u yerga bir olimpik maydonida bir maydon yasab butun shu olimpik shaharda olimpik mas'uliyat yetkazgan odamlarning ismlarini bir xotir abida tashqi uyib shunaqa bir abida munar tiklabdi. U munardami mening ismim bor 18 numar Kamol
Yalqın Kamal direktor Xitoy siyosatining ta'siri shundoq mening ismim shu Abidin bor. Demak bu mening masala yetkazuvchi bo'lib qilishim shu vaqtida shundoq bir Olimpiya yoshlar lageridan iborat shundoq bir fursatning sababidan bo'lib qolgan ish. Bu Olimpiya yoshlar lageri ayni vaqtida shu yoshlarning orasidagi dunyoning joy-joylaridagi yoshlarning orasidagi madaniyat almashtirishni bir qadar maqsad qilgan, do'stlikni o'rnatishni maqsad qilgan hisobda biz shu hisobda Beijingda shu vaqtda ikki katta butun dunyo yoshlar bizni bir lagerda tang yashab, har xil o'yin tomosha sayohatlarni qilib shu madaniyat almashtirishni qo'shilib bir o'ynab qaytib kelgan asosiyatni siyosiy xoli bir ko'ngillik bir ikki haftalik bir sayohat xarakterli bir faoliyat bo'lgandi. Shu faoliyatning bir tarkibiy qismi sifatida men masala yetkazuvchilik qilinib qolgan. Ko'pdan ko'p rahmat. Hem sizning ayni vaqtda mashal yetkazguchi bo'lganligingizni xalqaro taratqularga oshkorlashingiz nihoyatda kuchli bir g'ulg'ula qo'zg'adi. Bo'lib mush qatimqi mashal yiqishga yana bir Uyg'ur qizining tanlanib qilishi xalqaroning texim diqqatini tortgan bo'ldi. Butun g'arb davlatlarining muhim taratqullari bu ishkinglarniki xabarni o'zaro selishtirib taqatdi. Demak, nihoyatda yaxshi bir natija qozondingiz. Bunun bilan siz dunyoga nimani bildirishni o'ylagantingiz, qanday natijani umid qilgan, buning siz yeta oldingizmi? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Men bu qitim aşağı axborot vositalarini o'zim shulardan aloqalashib, menda shunday bir o'zimning shunday bir kechirimim borligini, men ayni vaqtida Beijing Olimpik yig'inida bir Olimpikga shu vaqtdagi Olimpikga hisobda bir to'p qo'shiqchi qatorida shu Olimpikning mash'alini ko'tarib shu vaqtda bir shunday bir kechirimim borligini hozir bo'lsa men aktiv holda shu 2022 yildagi Beijing qishliq Olimpikga qarshi har xil faoliyatlar qatnashayotganligimni bu faoliyatni boyqut qilishni aktiv birlikda to'rlarda buni tashviqot qilib shu 2022 yillik Beijing Olimpikini boyqut qilishga chaqiriq qilayotganligimni bu jarayondagi mendagi o'zgarish ayni vaqtdagi bir to'p qo'shiqchidan 2018 yillik Beijing Olimpikiga 2022 yildagi buni bir boyqut qiluvchi bo'lgan orliqdagi shu mendagi o'zgarishni bu jarayonda nima Xitoyning qaysi harakatlari mening shunday o'zgarishimga ta'sir sababchi bo'ldi deganlarni shunday hikoya shaklida yozib chiqishga men nimalar bilan medialar bilan o'zim aloqa qilib boqqan. Bu mening bu kechirimim bu hikoya medialarning diqqatini qo'zg'adi. Shuning bilan Olimpikga bir 2 kun qolgan vaqtida mening bu hikoyamni kechirimimni har xil medialar basbasda xabar qildi. Keyin biz Olimpikning ochilish murosimiga qarasak, Olimpikning ochilish murosimida bir qizlar eng oxirgi mashalni bir Uyg'ur qizi eng oxirgi mashalni yetkazuvchilik tanlanibdi. Albatta bu mening hikoyam bilan munosabatsiz, chunki mening hikoyam Olimpikga 2 kun qolgan vaqtda chiqqan hikoya. U qizni tanlashni albatta Xitoy hukumati nurg'un atrofli qo'yilishlardan keyin nurg'un muzokaralardan keyin siyosiy har xil hisoblashlardan keyin andan keyin o'tirib chiqqan bir ahvol. Lekin shu bir Uyg'ur qizining eng oxirgi masala yetkazuvchi bo'lib tanlanishi mening ayni vaqtdagi bir masala yetkazuvchilarning birisi bo'lgan, menga o'xshash yana bir Uyg'ur yigitining hozir bu shu Olimpik faoliyatiga boyqut qilib chaqiriq qilayotganlikdan iborat shunday bir hikoya. Shundan medialarning texmo diqqatini tortdi. Andan keyin bu shu selishtirmani medialarning qiziqib basbasda xabar qildi. Mening bu xildagi xabarlarga chiqishdiki mening maqsadim asosiyatan texmi ko'p kishilarga shu Olimpikni boyqut qilishning muhimligini bildirish, xalqarodagi nurg'un kishilarga texmi keng ommaga shu Olimpikni boyqut qilishning muhimligini, andan keyin nima uchun boyqut qilyapmiz deganni bildirish. Andan keyin o'zim bir ayni vaqtdagi Olimpikga qatnashuvchi bo'lish sifatim bilan shu vaqtdagi Olimpikda masala yetkazuvchi bo'lish sifatim bilan u hozirgi Olimpikga qarshi chiquvchi bo'lish sifatim bilan qanday Xitoy harakatining qaysi razil o'yinlari, qaysi jinoyatlari mening shu o'zgarishimga sababchi bo'ldi deganlarni xalqaro bildirish orqali maqatimga Beijing qishliq Olimpikiga o'tkazishga Xitoyning qilish salohiyati to'shmaydiganligini, bu qishliq Olimpikni bizning o'zimizning amal bor har xil usullar bilan har qanday bir usul bilan boyqut qilishimizning muhim ekanligini ham bundan keyin shunday faoliyatlarning shunday xalqaro shunday muhim faoliyatlarning Xitoyga berilsa Xitoyning hargiz salohiyati to'shmaydiganligini andan keyin Xitoyda bizning Uyg'ur xalqiga bizning beshimiz qilayotgan shu balo qazolarni bizning beshimiz qilayotgan zulmlarni texmi keng olmagan shu hozir Olimpik qizg'inligidan foydalanib bildirishda bu xabarni o'tirib tashlagandim. Menimcha mening ko'zlagan maqsadimga yaxshi men o'ylagandim yaxshi shaklda yetdi.
nurg'unlagan matbuotlarda e'lon qilindi. Buning ta'siri yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Demasam har qatim shundoq bir muhim fursatlarni tutish Uyg'urlarga cho'ng natijalarni ilib keldi hozirgacha. Burunmi meniki shunday bir esimda bor, Xitoyniki nurg'un davliq 7-8 oltin medal olgan, 4-5 dan oltin medal olgan tanarkachilar bor ekan, lekin ular shu tanarkat musobaqalar tugagandan keyin tashlanib ketibdi. Ya'ni hatto yalang'och qolgan, o'ziniki shu olgan medallarni setib tashlashga majbur bo'lgan degandek. Hamda bu tarixda olimpikka qatnashish yoki shunga bir yordam qilish albatta bu kishilik huquq, birlik, barobarlikniki ro'yi bo'lgan bu olimpik hozir Xitoyda mundaycha aytganda oyoq osti qilinib, irqiy qirg'inchilikni juydigan, jinoyatini juydigan, o'ziniki kuchini popoz qildigan bir vositaga aylanib qoldi. Haqiqatan bir echinishlik, lekin dunyo buni toza tunib yetanmagandek yoki o'zining manfaatlarining haqida jugandek his tuyg'udan bo'lyapmiz. Endi sizniki mushu yo'lga menishingiz bizniki dadingiz shundoqli Uyg'urlarniki o't yurak yozuvchisi va obzorchisi Yalqin Ro'za apandi bilan albatta munosabatlik. Shunga dadingizni bir tunishtirib o'tishni xohlamsiz. Ya'ni tutilishdan hozirgacha bo'lgan ahvollarini bir so'zlab bersangiz, chunki nurg'un kishilar albatta bizniki o't yurak yarg'uchimizni taniydi, lekin hozirgi ahvoldan xabarsiz bo'lishi mumkin. Qana rahmat. Bo'ldi. Men o'zim Amerikaga 2014 yil kelgan, o'qishni shu magistrlik o'qish uchun kelgan ayni vaqtida. Meni ayni vaqtdagi asosli maqsadim bir yaxshi o'qib, bir olim yoki doktor bo'lish. Undan ortiq o'qilib Amerikaga kelishda boshqa siyosiy planlarim yoki g'arazlarim o'chog'ida hech qanday planlarim yo'qdi. Bir yosh bir oliy maktabdan bitirib Amerikaga kelgan bir o'quvchi bo'lib tutildilar. Men ayni vaqtda shu yaxshi o'qisam, bir doktor yoki olim bo'lsam, bu meni eng chong g'oyam. Keyin men Amerikaga kelib 2 yildan keyin mening dadam 2016 yil 10 oyda Xitoy hukumat tarafidan tutilib ketdi. Dadamning bu tutilishi 2016 yil 8 oyning oxiri Abnum rayonining bosh sekretari Chen Chengbo kelgandan keyin tezlan bo'ldik. Chen Chengbo kelib 20 oydan keyin dadamni Xitoy hukumat tarafidan avval qilishga boshlab, bir oy o'tgandan keyin 10 oyda tutilib ketdi dadam. Dadamning tutilishi bizning hayotimizga, bizning oilamizning hayotiga cho'ng bir o'zgarish olib keldi. Shuni dadam tutilgandan keyin bir 6 oy o'tibla 2017 yil 4-oydan boshlab anadan keyin Uyg'urlarning lagerlarning yig'ilish lagerlarining xabarlari oqoqdan chiqishga boshladi. Hisobda dadamning tutilishi, Chenchengga kelibdan dadamning tutilishi, dadam bilan tang boshqa Uyg'ur til adabiyot darslarining tuzishga qatnashgan boshqa kishilarning tutilishi hisobda shu ishlarning boshlanishi bo'lib qoldi. Keyin bu ishlar boshlanib, tezlik yuqori ko'tarilib, dadam tutilib 6 oydan keyin lagerlarning hikoyasi chiqishga boshladi. Lagerlar paydo bo'lishga boshladi oxirgi. Ayni vaqtda dadamning tutilishiga bosh sababchi bo'lgani, dadamning tutilishiga bahona bo'lib qolgani, dadamning va dadamning xizmatdoshlarining, ma'rifiy idorasidagi xizmatdoshlarining shu 2000-yilning boshlaridagi bir dars islohoti, butun Xitoy bo'yicha bo'lgan bir Sapa ma'rifi bo'yicha, Sapa ma'rifining ro'yi bo'yicha darsliklarni yangidan tuzib, o'quvchilarning yukini yengillatib, o'quvchilarni texnik haqiqiy bir Sapa ma'rif bo'yicha bir loyihatli odam qilib chiqish sabab shunday bir maqsadlar bilan butun Xitoy doirasida bir dars kitoblarni qayta tuzish va shunaqa bir qanot yedirilgan Xitoy ma'rif ministrligining yetakchiligida. Keyin bu bizning Abnum rayoniga kelgan vaqtda Abnum rayonlik ma'rif idorasining Uyg'ur til adabiyot tuzish ishlarini Uyg'urlarning orasidagi ko'z ko'ringan munavvar yozuvchilardan, shoirlardan va Abnum rayonlik ma'rif idorasida ishlayotgan ba'zi ko'z ko'ringan xizmatchilardan tashkillanib bir komitet qurib, til adabiyot darsligini qurish tuzish komitetidan birisi qurilib, 2000-yildan boshlab bu ishlar xizmatlar tutilib ishlangan. 2003-yildan boshlab dadamlar tuzgan bu yangi darslik kitoblari, til adabiyot kitoblari yo'riqlikqa ishlatilish boshladi, yo'riqlik chiqdi. Bu kitoblar ayni vaqtda dadamlar tuzgan vaqtda asosiy jihatdan bu kitoblarning mazmunlari undan burungi tuzilib necha 10 yillardan burun bu yan ishlatilib kelayotgan til adabiyot darslaridan e'lonlangan nurg'un mazmunlar. Yana nurg'un mazmunlar
Şu vaqtda Xitoyning o'zining ma'rif ministerligidan tuzib taqtilgan, Xitoy xalq nashriyati tarafidan taqtilgan, Xitoylarning o'zining to'liq o'tira, to'liqsiz o'tira albatta darsliklardan tarjima qilinib e'lingan, yana ba'zilari shu Abnum rayon tavasida va yoki Xitoy tavasida qonunli holda chiqarilgan gazeta jurnal, boshqa matbuotlardan tanlanib yoki tarjima qilinib va yoki Uyg'urlarning yozmalari shu Abnum rayon tavasida chiqqan har xil gazeta jurnal kitoblardan parça üzündə şəkildə elinib bizə dərs qılıb ötülgən. Şuna bu dərs kirgan barlıq məzmunlar Allah burun Xitayning senzorlarından az degəndə bir şirkətin ötüb bolğan məzmunlar. Lakin bu kitab tuzilgəndən keyin əlbəttə bu yeni qatlanma qattiq senzor təkşürüşlərdən ötdü. Bu təkşürüşlərdən ötgəndən keyin anandan bir 2 illik təkşürüşdən keyin bu kitablar rəsmi halda o'rta maktab o'quvchilariga, boshlang'ich maktab o'quvchilariga dars qilib o'tilishi boshlagan butun Abnum rayon tavasida. Bu kitoblar keyin har yili yangi o'qish mavsumi başlashdan burun yana bir qatam shu senzor organlarining tekshirish organlarining tekshirishini o'tadi. Har yili ancha-muncha mazmunlarni o'zgartirib, gap so'zlarni o'zgartirib turadi, lekin uni cho'ng chataq hech qanday senzor hukumatning bir reaksiyasini qo'zg'aydigan hech qanday bir cho'ng chataq chiqmaydi. 10 necha yilgacha. 10 necha yildan keyin 2016-yilga kelgan vaqtida bu tuyuqsizlar bu Xitoy o'zining Uyg'urlar bo'lgan zulmini bir baldoq ko'tarib tuyuqsizlar Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik shaklida yo'qotishni nishon qilib, yangidan qo'rqinchli hayotdan o'tirib lagerlarni shu plan qilib amalga oshirish yo'liga manqa vaqtida albatta Uyg'urlarning madaniyatini yo'qotish uchun, Uyg'urlarning tilini yo'qotish uchun, Uyg'urlarning kimligini yo'qotish uchun albatta Uyg'ur til ma'rifi eng bir muhim bir halqa yo'qotishdiki. Buni yo'qotish uchun shuning bilan Xitoy shunday ayni vaqt tuzilgan mushtarak kitoblarda bir hukumatga qarshi radikalizmni tashviqot qiladigan shunday bir mazmunlar bor ekan. Buni ayni vaqt tuzgan kishilar bilib turib qasdanga suiqasd qilib kirgizib ekan. Onun için onu bayqalmoqda ekan. Biz endi bayqadik, endi bu odamlarni qo'lga oldik. Qonunning jazosiga tortdik. Bu dars kitoblarni dars kitoblar bundan keyin ishlatilmaydi. Uyg'ur tilidagi tilda darslar bundan keyin o'tilmaydi degan shaklda shunday bu ishni bartaraf qildi dadam va dadamning xizmatdoshi bo'lgan Voyitjon Usmon 2015 yildan kesilib ketdi. Dadamning ayni vaqtdagi Xinjiang Ma'rif nashriyatining boshlig'i bo'lgan Abdurazaq Saim muddasiz kesilib ketdi. Ayni vaqtdagi Ma'rif nazoratining boshlig'i bo'lgan Sattar Savud hatto kechirib bilim jazosiga hukm qilindi. Tahir Nasir ayni vaqtdagi keyin Sattar Savuddan keyin kelgan nazorat boshlig'imi Nozirmi umi muddasiz kesilib ketdi. Demak bu odamlar hammasi ayni vaqtda o'zlari hukumatning tashkillashi bilan qilgan hem butunlay qonunli holda qilgan, hem butunlay hukumatning senzorlaridan qatlam senzorlardan har 10 necha yildan buyon o'tib kelgan shunday bir o'zining bir ijodiyat amki sababli bu odamlar tuyuqsiz 10 necha yildan keyin siyosiy jinoyatchi, suiqasdchi ustida Xitoy hukumatining qo'lga olinib, bular kesilib ketdi. Bu albatta Xitoyning Uyg'ur til madaniyatini yo'qlash uchun, Uyg'ur ma'rifini yo'qlash uchun faqat o'ydirib chiqargan bir hikoyasi xolos. Bu ish yuz bergandan keyin biz dadamni qutqarish uchun nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatdik. Dadamning beshiga kelgan shu fojialarni, dadamning xizmatdoshlarining beshiga kelgan shu fojialarni qilib turib, nurg'unlagan kishilar muhim kishilardan ko'rishni istadik Amerikada. Nurg'unlagan parlament a'zolari bilan ko'rishdik, nurg'unlagan yerlarda leksiyalarni uyushtirdik, faoliyatlarni uyushtirdik, namoyishlarni uyushtirdik. Keyin Uyg'urlarning beshiga kelgan ishlar bag'ansi kengayib, bag'ansi ig'irlab, lagerlar masalasi chiqqandan keyin, millionlagan Uyg'urlar lagerlar qamlab ketgandan keyin, bu ish texnik avjiga chiqqandan keyin bizning faoliyatimiz dadamning masalasini olib, bu butun Uyg'urlarning masalasiga aylanib ketdi. Shuning bilan mana hozir biz bugungi kun keldik. Bugun hozir oila a'zolarimizdan tutilgan odam yetarli. Mana shuning bilan butun chet elda yashayotgan Uyg'urlar hozir Xitoyga qarshi bir tashviqotchiga, bir aktivistga, Xitoyga qarshi bir kurashchiga aylanib ketdi. Hozir biz shu vatandagi xalqimizning bishoq kelgan ishlarni, vatandagi xalqimizni qutqarish uchun, bishoq kelgan zulmlarni yo'qotish uchun, vatandagi oila a'zolarimizni qutqarib chiqish uchun qo'limizdan kelganlik usullar bilan Xitoyning jinoyatlarini xalqaroga ichib berib, Xitoyga har xil shaklda bismani orqali Xitoyning Uyg'urlarning ustini qilayotgan zulmlarni to'xtatishiga, andan keyin yana bir qadam ilgarigan Allah Uyg'urlarning bir erkinlikka erishishiga, o'zining ishlarini o'z boshqara oladigan darajada mutlaq holda erkinlikka erishib,
Xitoyning bo'yintirqidan qutulib chiqishiga shuni maqsad qilgan holda biz hozir kurash qilib o'zimiz kurashlarimizni davom ettirmoqchimiz. Kemakimiz mening mush ketimda olimpik yig'iniga mushu hikoyani ta'minlashimning sababi olimpik yig'ini o'rgatib dal mushu kurashlarning bir qismi sifatida Xitoyning jinoyatlarini xalqaroga aytib berish, o'zanning hikoyasini bir anglatish, Uyg'urlarning hikoyasini bir anglatish, lekin xalqaro ommaga nimishqa Xitoyga biz hozir qarshi chiqyapmiz, Xitoyga qarshi chiqishning sabablari zodi nima? Andan keyin Xitoyni boykot qilishning, Xitoyning kelgusida texmo shundaq xalqarалық sahnalarni egallab olib, o'zining tashviqotini qildigan bir o'yinchiga aylantirilishning oldini olish uchun shunday boykot qilishning buni ahmiyatida buni nima qilyapmiz deganlarni bildirish uchun shu faoliyatlarni, shu xabarlarni, shu medialarni o'tkazdik. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan siz va singlingizniki burundan mush to'g'riliq faoliyatlarni ko'ryapmiz. Haqiqatan unumli bir faoliyatlarni qilib kelyapsizlar. Bu yerda har qanday bir cho'ng irqiy qirg'inchilik shu ayrim odamlardan tarkib topdi. Shularning hikoyasi bizga million odam, 2 million, 3 million degandan shu odamning hikoyasini xalqaro bildirib, kimning qachon nerda nim bo'lganligini, kim uning guvohlik bera oladiganligini xalqaro bildirsak, buniki unumi texmi yaxshi bo'ldiki, zo'r bo'ldiki, bir individual odamninki hikoyasi bizniki umumlashtirib aytgan nurg'un axborotlarimizdan yoki dokladlarimizdan kuchli bir natija oladigan ahvollar ko'p ko'rildi. Hamda siz ayni vaqtdagi mashal yetkazguchi bo'lish bilan hozirgi Xitoy olimpikiga qarshi kurashchi bo'lish orasidagi hissiyotingiz va o'zingizning mushu jarayondagi kechirmishlaringizni so'zlab bera olamsiz? Rahmat. Bo'ldi. Ayni vaqtida men mushu Xitoy olimpikiga 2008-yilda Beyjingda mashal yetkazguchi bo'lgan vaqtida men o'zimni shu vaqtida bu xo'sh bo'lgan bu mushundoq mashal yetkazguchi bo'lib tanlanganligimdan. Chunki ayni vaqtda Xitoy bu olimpik o'tkazilishdan necha yillar burunlab butun Xitoy tavasida bu olimpik musobaqasini tashviqot qilib, buning qanchalik muhimligini, buning qanchalik shanjarab etilganligini, buning butun xalq ommasining o'rtaq harakatga o'tgan faoliyatni o'ngishli o'tkazish uchun muhimligini so'zlab, butun Xitoy sohasida, butun Xitoy tavasida mush 2008-yillik olimpik musobaqasini hamma odam diqqat nazarini tikib qarab turgan bir faoliyatga, bir harakatga aylanib ketgan. Necha yillar shu olimpik boshlanishdan necha yillar ilgarilam. Keyin bu olimpik yaqinlashgan sari Xitoylarning butun Xitoy tavasidagi barliq xalqlarning buni nisbatan diqqat nazari bo'lgan sari markazlashdi. Keyin olimpik mashina yetkazish boshlangandan keyin albatta ayni vaqtdagi vatan ichidagi Uyg'urlarning bu olimpik nisbatan tutgan pozitsiyasi Xitoylardan yana bir qadar farqlanadi. Xitoyning o'zining fuqarolari Xitoylar asos bu olimpik musobaqasini bir xil o'zining Xitoy davlatini qanchalik qudratli ekanligini, qanchalik do'stona ekanligini, xalqaro sahnalarda qanchalik yorqin oldi, parlay olganligini bir xil ko'z qildigan, namoyanda qildigan o'zining Xitoylarning bir milliy ro'yini bir o'rg'itgan shaklda shunday bir ko'z tutib, buni Xitoylar bundan aytib muhim bildi, cho'ng bildi. Biz Uyg'urlar kelgan vaqtda vatanchilik Uyg'urlar bunga bakrak bizda asosiyatni men Xitoy davlatining fuqaroligidan faxrlanaman va yoki men mushu ishqa to'p qo'shqanligimdan faxrlanaman deb biz Uyg'urlarda undaq vaziyat asosiyati yo'q. Chunki Uyg'urlarning uzun yillardan buyon Xitoy hukumat tomonidan ig'ir besilib kelgan, zulm uchrab kelgan xalq, shuningdek Xitoy davlatining bir fuqarosi bo'lishga nisbatan hech qanday asosiyatdan bir normal Uyg'urda hech qanday bir iftixorlik tuyg'usi, uningdan xo'sh bo'lish tuyg'usi asosiyatdan yo'q. Hozir albatta yo'q, bu vaqtda asosiyatdan yo'q. Shu vaqtda Uyg'urlarning bundan nisbatan olimpik nisbatan shu vaqtda olimpik nisbatan ko'z qarashi qanday degan vaqtda asosiyatdan bir xil qiziqish nuqtasi bilan qaragan. Chunki bu xil uzun yillardan buyon shu vaqtda Xitoyning chegarachisi bo'lgan, Xitoy o'zi bosh bo'lib o'tkazayotgan bir cho'ng bir xalqaro bir faoliyat. Uyg'urlar bunga bir qiziqish bilan qaragan, chunki hisobda jo'grafiyalik nuqtadan vaqtda bu faoliyat Uyg'urlarga yaqin ham bir o'xshash bir territoriyaning ichida, davlatning ichida bo'layotgan shu andan keyin albatta Uyg'urlar bunga qiziqqan, bu ishning oqibatini qanday bo'lganligini
ko'rishga qiziqqan, andan keyin shundaq bir xalqarалық olimpik musobaqasidan iborat bir shundaq bir sahna, xalqarалық bir sahnadan foydalanib turib, o'zining bir uyg'urligini namoyon qiladigan bir sahna qurilishini aytdi. Buni bir arzulagan, masalan, bir uyg'ur yigiti aşağı chiqib bir boks musobaqasida qatnashsa, xalqarалық olimpik musobaqasida shuningda bir medal olsa va yoki yana bir uyg'ur yigiti chiqib shu yerda bir tanakat turlari qatnashsa, bir uyg'ur qiz chiqib o'zlarining tanakat turlari qatnashib shu yerda adil bo'lgan bir raqobat aslında butun xalqarалық saviyadagi bir musobaqada qatnashib natijaga olsa, albatta uyg'urlar bundan zo'r faxrlanish tuyg'usiga shu vaqtda erishishni umid qilgan. Undan keyin har xil shu vatanning ichida bir qancha shaharda masala yetkazish faoliyati bo'lgan edi. Urumchida, Qashqarda deganda. Shu vaqtlarda uyg'urlar o'zlarining uyg'urlaridan shu masala yetkazish faoliyatiga jiqroq odamlar qatnashsa, uyg'urlarning shu milliy alohidliklarni, chiroy alohidliklari, taqturqi deganliklarning Xitoylardan farqli ekanligini olsa-mu, butun xalqaro shu masala yetkazish jarayonida bir ko'rsa, uyg'urlarning qanday ularligini, uyg'urlar qanday xalq, uyg'urlar qanday chiroy qanday ular Xitoylardan qanday farqli bo'lganligini asli o'zlarining kivagan to'plari bilan hatto chiroyining butunlay o'xshamasliklari bilan chiroy qurilmasini xalqaroga uyg'urlar degan mana bunday bir xilq ekan deb bir uyg'urning obrazi, bir uyg'urning simasini xalqaroga ko'rsatishga aytdi. Uyg'urlar bunga tashna bo'ldi. Ya'ni mushunaq bir Xitoy tavasida ayni vaqtida xalqaro faoliyatlar bo'lgan vaqtda uyg'urlar aytib buni aktiv qatnashishga, Xitoylar bilan raqobatga tushishga, shunaqa bir tanarkat maydonidan iborat bir oldi raqobat so'rinda raqobatga tushishga Xitoylarni va boshqa xalqaro raqiblarni yengib, o'zining milliy iftixorini gavdalantirishga uyg'urlar tashna bo'lgan, umid qilgan. Shuningdek, har qanday olimpik qatnashgan uyg'ur tanarkachi bo'lsin, har qanday olimpik jarayonda masala tuzishga qatnashgan uyg'ur masalachi bo'lsin, uyg'urlar buni iftixorlik his qilgan. Hozirgi kunlarda endi bunda uyg'urlardan birasi chiqib, shu olimpik ishlarga töhfə qo'shsa, o'z ixtiyorligi bilan faxrlanib turib töhfə qo'shsa, albatta hozirgi bizning siyosiy vaziyatimiz, hozirgi bizning beshimiz bilan sunlar qatorida bu albatta bizga sal g'alit ko'rindi. Biz buni qabul qila olmaymiz, lekin ayni vaqtdagi sharoitda u vaqtda zulmlar bunda avjiga chiqmagan. Gerçi zulmlar yine bağlı olsun mu, lekin hozirgidek qo'rqinchli darajada butun xalqning bishi qarsayib tashlab bunda qo'rqinchli darajada avjiga chiqmagan, bunda irqiy qirg'inchiliklar yuz berilmagan vaqtlarda ayni vaqtda uyg'urlar bu faoliyatga aktiv qatnashishni bakrak qatnashmaslik va yoki bayqut qilish qaraganda aktiv qatnashib o'zini bir namoyon qilishga bakrak tashna bo'lgan. Shunga ayni vaqtda mening bu olimpik qatnashishim atrofimdagi shu uyg'ur do'stlarim, shu butun uyg'ur jamoat orasida bir hamma kishini xush qiladigan, hamma kishi iftixorlanadigan, faxrlanadigan shunaqa bir faoliyat, shunaqa bir ish ustida o'tirib qo'yilgan. Albatta men o'zim bundan xush bo'lgan 17 yoshlik bir to'liq o'tirib o'qiyotgan bir yosh bo'lib bilan albatta men u yerda masalani ko'tarib shunaqa bir muhim necha yildan buyon aytilib ketayotgan shunaqa cho'ng bir muhim faoliyatning bir parchasida qatnashib butun dunyoga mening masala ko'tarib berayotgan shu ko'rinishlarim televizorlarda qo'yilib hamma odamlar ko'rib qilsa albatta bu men uchun bir obro'y, yuz obro'y keladigan, meni xush qiladigan, meni iftixorlantiradigan bir ish bo'lganda ayni vaqtda albatta uyg'urlarning bu ishga bu faoliyatlarga qatnashishga nisbatan ko'z qarashi mana bu degandek boshqa mening uyg'ur atrofimdagi do'styaran jamoatlarmi bundan faxrlanib xush bo'lgan. Shu bir men uchun bu bir yaxshi bir xotira bo'lib qolgan, bir aslim bo'lib qolgan, bir go'zal bir aslim bo'lib qolgan. Ayni vaqtda albatta men 17 yosh bo'lishim bilan buning qanchalik keyinda qanday siyosiy simvolliklar bor. Bu Xitoyning 2018-yillik Beijing olimpik o'tkazishda buning qanday planlari va o'zining qanday siyosiy g'arazlari va albatta unutmaymiz. Albatta men u chog'da mening faqat tushundig'im Xitoyga qatnashib, shu Xitoyning olimpik musobaqasida qatnashib, yaqinda olimpik yoshlarga qatnashib, boshqa yoshlar bilan o'ynab musobaqalarni ko'rib degandek Xitoyning yaxshi mulozimatlaridan bahramand bo'lib, chunki olimpik yoshlarlari olimpikning bir qismi bo'lgandan keyin undan Xitoyning alohida bizga do'stona bilan xo'shallik bilan qilgan. Undaq bir xo'shalik xo'ram do'stona kayfiyatning ichida olimpik musobaqasida qatnashib, olimpikning ichilish marosimlarini naq maydondan ko'rib, uning bir parchasida qilib masalalarni yetkazib keyin albatta bir odamda tabiiy holda bu olimpik musobaqasi balkim Xitoylar uchun bir xil yangi bir boshlash bo'lib qolishi mumkin. Xitoyning xalqaro texnik echitilgan, texnik do'stona, texnik demokratik bir qadamga ashna burilishning bir boshlanish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Bizning beshimiz qilayotgan zulmlar bag'asi ozlishi mumkin, yengillishi mumkin. Asta-asta biz bir normal odam qatorida bir muomalaga uchrab,
adil muomalaga uchrab qilgan bo'lishi mumkin. Xitoy bag'ansi yaxshi bo'lib ketishi mumkin degan ashnaroq bir bizga ta'sirini bergan. Shu vaqtdagi Xitoyning butun olimpik jarayonidagi oldigan qilgan qilib. Andan keyin albatta haqiqat dal uning aksicha bo'ldi. Lekin ayni vaqtda bizning shu qo'limizdagi biz o'zimiz ko'radigan uchurlardan shu vaqtdagi vatan ichida turib ko'radigan uchurlardan bizning his qilganimiz balkim bu Xitoy uchun bir yaxshilikqa qarab olishga bir bisharat bo'lishi mumkin, bir boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin deb shunday o'ylagan. Ayni vaqtda Xitoyning bu olimpik musobaqasining ochilish marosimida Uyg'urlarga va boshqa osonlik millatlarga berilgan vaqt az. Bütün olimpikning ochilish marosimi net soatga so'zilgan haybatlik bo'lgan butun dunyo xalqi bundan haybatlikdan hayron qolgan shu vaqtda. Ham shu vaqtda men naq maydonni ko'rgan bir tomoshabin bo'lish bilan albatta uning menga bergan hissiyot texmo hayron qolarlik, texmo ko'rkam, texmo haybatlik bo'lgan. Lekin shu butun faoliyatda butunlay qip-qizil bo'yalgan bir Xitoyning madaniyati sunagan, Xitoyning turqini olgan shunaqa bir ochilish marosimi bo'lgan. Uyg'urlarga va boshqa osonlik millatlarga berilgan vaqt nihoyat qisqa, 10 sekund bo'lmaydigan. Butun 56 millat o'zlarining milliy kiyimlarini kiyishib, sahnada qo'lni qo'lga tushib bir o'zlarining inoqlikni, o'mlikni namoyon qilgan shaklda bir mengib o'tgan bir 5 sekund bo'lmaydigan bir qisqa bir ko'rinish. Ayni butun boshqa Xitoydan boshqa millatlarga berilgan bir ekrandagi vaqt tushunchaliklar edi ayni vaqtda. Hamda hozirgi muvaqqatimga Beijing qishliq olimpiyga kelgan vaqtda Uyg'ur qizga eng oxirgi masalani yondirishni iborat bu eng cho'ng bir sharafni Xitoy berdi. Albatta bu sharafni Xitoy qandaqdir Uyg'urlarga amoqlik qilib ketib yoki shu Uyg'ur qizining tanarkat jihatli natijalarini muayyanlashtirib uni bergan natija emas. Albatta bu mushnatchilardan buyon xalqaro jamiyatning xalqaro Uyg'urlarning uzluksiz tirishish bilan bo'layotgan Xitoyga uzluksiz besim qilish bilan bo'layotgan Xitoyni har xil shaklda boyqut qilishlari bilan bo'layotgan Xitoyning bularga qaratgan bir siyosiy javobi, siyosiy inkosi. Mushaqillik, simvollik tuskiga bir ko'rinish orqali o'zining Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qildiganga yana bir bahona izlayotganligidan iborat xolos. Faqat shuni ko'rsatish orqali o'zining barliq jinoyatlarini, barliq irqiy qirg'inchiliklarni yo'q qilish o'rnib, mana biz Uyg'urlarga eng yuqori bir olimpik musobaqasidagi eng yuqori bir sharafni berdik. Biz Uyg'urlarga haqiqatan yaxshi ma'lum qilyapmiz. Sizlar degan bu Uyg'urlarni izovatni, Uyg'urlarni bozor qilyapti, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilyapti degan bu ishlar aslo mavjud emas. Degandek shaklda bir o'zining siyosiy bahonasi shaklda siyosiy g'arazlarni aralashtirib bu yo'l qizga bergan bir shon sharaf. Lekin hatto mushu bir kichikgina shon sharafni, mushu bir o'zining siyosiy g'arazlari aralashgan bir shon sharafni yana bir Uyg'ur qiziga butunlay tutqizib qo'yishni xohlamay, yana uni bir Xitoy yigiti bilan ikkisi tang masalani yetkazib mushnishlik bir sharafni o'zining butun siyosiy maqsadlari aralashgan irqiy qirg'inchilikni yo'q qilishga urinayotgan mushtalik bir yolg'on sharafni yana birsiga bir Uyg'urga to'liq bilan berilishga yana Xitoyning o'zi chidamay, buni yana bir Uyg'ur bir Xitoy yigiti bilan tang ikkisini Uyg'ur qizini tang masalaga solgan, masalandirish solgan shunaqa bir ko'rinishni ko'rdim xabarlarda. Demak, Xitoy azaldan Uyg'urlarga va boshqa millatlarga o'zining territoriyasida yashab kelgan bu millatlarga hech qanday shon sharaf berishni xohlamaydi. 2008-yilda ularga faqat 5 sekund vaqt bergan. Bu qaytam faqat xalqaroning hozir xalqaro vaziyatning ehtiyoji tufaylidan o'zlarining jinoyatlarini yepishni bir maqsad qilgan holda bir Uyg'ur qiziga shunday bir cho'ng bir muhim vazifani topshirgan, ammo lekin buni yana to'liq berib o'tishga yana chidamay yana buni bir Xitoy bilan tang ikkisini tang qilgan qilib qo'ygan. Shunlashqa mening bu natijalar o'zimning ayni vaqtdagi Beijing olimpik musobaqasida qatnashgan shu ta'sirotlarim, undan keyingi his qilganlarim, undan keyingi Uyg'urlarning bishara kelgan ishlar, mening o'zimning bishara kelgan ishlar, undan keyin hozirgi olimpik musobaqasida Uyg'urlarning shunday texmo bir yog'och qonchoq sifatida bir tashviqot quroli sifatida ishlatib, uni masalandirish istab, xalqaro o'zining jinoyatlarini yo'qmoqchi bo'lganlikdan iborat bu ishlar amaliyotga yig'ib kelsak, Xitoyning boshdan oxir bir siyosiy o'rin, siyosiy g'arazga aralashtirganligi bu olimpik o'yinlar, olimpik yig'iniga siyosiy g'arazlarni aralashtirganligi. Gerçi butun xalqaroda olimpik yig'in degan siyosiydan xoli bo'lish kerak, tanarkat degan tanarkat bo'lish kerak, uni siyosiy aralashmaslik kerak deb jarsagan bilan har qaytam o'zalik siyosiy jihatdan Uyg'urlarning, Tibatlarning kishilik huquq masalalari sababli, irqiy qirg'inchilik masalalari sababli siyosiy besim bo'lish kelgan vaqtda tanarkat siyosiyni aralashtirib olmaydi, olimpik siyosiyni aralashtirib olmaydi deb o'zida jarsagan bilan amaliyotda bu tanarkatni, bu olimpikni haqiqiy bir siyosiy qurol sifatida qo'llanib, bir tashviqot quroli sifatida qo'llanib qilayotganligini aytdi. Bu yaxshi ish berdi. Bu
muhakkakiyatki mush Uyg'ur qizini aşağıda meseleler saqallıqı. Şunlaşqa bu mening hikoyalarim bilan qo'shilib, Uyg'ur qizining hikoyalari bilan qo'shilib, butun shu oldi keyingi hikoyalar bilan qo'shilib, 2008-yilda hozirgacha bo'lgan materiallar bilan qo'shilib, Xitoyning amaliyotda ko'z bo'yamchiligi, Xitoyning jinoyatlari xalqaro nihoyat yaxshi bir namoyanda bo'lgan bir nihoyat yaxshi fursat bo'ldi deb o'ylayman. Nihoyat yaxshi so'zlab berdingiz. Bo'libmi bu qatimqi bu siyosiy o'yinni siz nihoyat apchillik bilan o'zingizning so'zgirashtisi bilan xalqaroga ichib bergan bo'ldingiz. Xitoydan xalqaroda bo'lsin, ichida bo'lsin nihoyat uzun umid kutdi. Ular o'ngishilib qolar, demokratiyaga menib qolar, kishilik huquqqa hurmat qilib qolar, boshqa millatlarga hurmat qolar, ularniki o'ziniki yashash urf-odatini hurmat qiladi deb. Lekin Xitoy borgan sir buzilib, xalqaro mayli ichida bo'lsin, teshida bo'lsin, butunlay umidini yo'q qilyapti. Hamda Xitoy ya dunyoni o'zgartirdi, ya dunyo Xitoyni o'zgartirdi. Bundan boshqa bir yo'l yo'q bo'lishi mumkin. Men shunday qarayman shaxsan. Bununla nihoyat uzun vaqt ketmaydi menimcha. Hamda sizdan oxirgi bir savolni so'ray. Yana yoshlarga Xitoyga qarshi faoliyat qilishda nimalarni tavsiya qilasiz? Hamda hozir nurg'un yoshlar bor, ba'zilari nima qilishni, bir ish qilishni o'ylasa, nima ish qilishni bilmaydi. Yoki qandoq nerdan boshlashni bilmaydi. Anadaki hozirgi yoshlarda qanday bir ro'yi holat va ong bo'lish kerak? Qanday qilganda bizniki oz kuchimiz bilan unumli bir faoliyat qilg'ili bo'ldi. Shuni o'zingizniki qilganlaringiz bilan birlashtirib so'zlab bersangiz rahmat. Menimcha hozirgi yoshlarda eng muhimi bir ishonch, bir ruh bo'lish kerak. Bu ishlarning cho'qim yaxshilanib ketganligiga, bizning cho'qim o'zimizning erkinligimizni qo'limiz oldiganligimizga, kurashlarimizning cho'qim bir yaxshi natija chiqadiganligiga bir ishonch bo'lish kerak. Lekin albatta ishonch bo'lish kerak degan bilan ishonch shakllanib qolmaydi. Bu ishonchning shakllanishi uchun yana yoshlarga yordam qiladigan albatta cho'nglarmi yoshlarni tashkillashga, yoshlarni tarbiyalashga, yoshlar bilan o'zaro bir yaxshi bir aloqa o'rnatishga bunga kuchish kerak, bunga ko'ngil bo'lish kerak. Hozir yoshlar bilan cho'nglarning orasida ba'zi vaqtlarda men his qilishimcha bir-birini ancha yaratmaydigan bir xil, bir-birining qilgan ishlarini bir o'zaro toza yaratib ketmaydigan bir xil shakl bor. Cho'nglar yoshlarni tantaklab, yoshlar cho'nglarni kona ya bo'lmasa toza bir ishni boshqa chiqamidi yo ishlarni ko'nch qildi degan shaklda shunaqa qilib o'zaro bir-birini ancha ko'zga ilib ketmay bir-biri bilan aloqa qilishga, bir-biridan aloqa o'rnatishga, bir-biri bilan moslashib harakat qilishga sal kamchilik ahvoli mavjud. Undan keyin yoshlarda menimcha bir sabrsizlik, taqatsizlik bor. Bir ishlarni qilgan vaqtida nihoyat tezda bu cho'ng'ib nihoyat yaxshi unumlarga erishsa, men 2 kundan keyin namoyish qilaylik deb bir chaqiriq qilsam, darhol bunga minglab odamlar yig'ilsa, biz poytaxtni to'xtatib etsak degandek shunaqa yoshlarga xos bir hissiyotchan, yoshlarga xos bir taqatsiz shunaqa bir xarakterlari to'la ko'rinib qoladi. Bunga bir misolni aytsam, biz nasionalda Filadelfiyada bir amerikalik bir yosh Xitoyga qarshi bir faoliyat qilishni o'ylab, bunga bir 2-3 kun qolgan vaqtida bu yoshni ayni vaqtda hech kim tonimaydi. Uyg'ur jamoatida taniydigan odamning soni bir 2-3 odam taniydigan darajada shunaqa bir yangidan chiqqan bir yosh. Buni aytib bir hissiyotchan bir amerikalik bir yosh ekan. Bu bola shunaqa bir Xitoyga qarshi bir faoliyat qilsam deb o'ylab, cho'ng bir maydonni ilyapti. Andan keyin bu maydonda biz Xitoyga qarshi namoyish qilamiz deb soqchilarga orqali nimalarni elib shu vaqtda bu ruxsatlarni elib, cho'ng bir maydonni ilyapti. U yerga soqchilar kelib qo'dab turibdi. Ondan keyin bu to'rga bir Facebook'ga 2-3 kun qolgan vaqtida namoyishning chaqirib chiqiribdi. Uni ko'rgan odamning bir soni 10 yo 20 bo'lmaydi. Oxirgi qolgan vaqtida bu namoyishga kelgan odam bir 10dan oz bir 7-8 odam kelibdi. Keyin bu 200lik odamlik bir cho'ng ko'chini ilib olgan soqchilar qamaltib bergan ahvolida bu 7-8 odam kelgandan keyin soqchilardan keyin 1-2 soat keyin bizga bo'ldi sizlar machetga chiqib namoyish qilinglar, ammo yo'lning ichida sizlarga bu şey yetarli ekan, biz ko'chini ichida qatnashga bo'ldi. Cho'ng ko'chini ega ololmanglar, bu odamlarning soni oz ekan deb bizni bir chekka chiqarib qo'ydi. Amaliyotda shu vaqtda u yosh o'z masalan umidsizlanganligini bildirdi, u amerikalik yosh. Lekin mening qarashimda bu amaliyot butunlay bu ishning boshdan boshlanishi bir
tartiblik bir planlıq təşkil olmagan. Bu fəaliyyətini 2-3 gün qalğan vaxtında Facebook komandasında namoyish qilamiz. Hətta məmnun nima bo'lganligini tushunmay, buni kimning o'rlashtirdi, nima bo'ldi, nima ish qilyapti, hech nima tushunmay, shu vaqtda nima bo'lganligini ko'rib baqaydi. Bağan bir fəaliyyət qarsam şu 7-8 adam aşağıda namoyish qildik. Demek yoshlar ba'zi vaqtda men bir chaqiriq qilyapsam, butun dunyoni zilzila keltirib o'tsam, minglagan, 10 minglagan odamlar yig'ilib mamlakatda namoyish qilib ketsa, xabarlar chiqib, shunda Xitoyning bir toza jon jigarni qashna qo'ch vastak tapashna qilib idealistik bir xiyollar bilan shuna qilib kurashga otilindi. Ondan keyin bu kurashni bir ikki qaytim zarbaga uchragandan keyin bir ikki qaytim o'z o'ylagandek unda g'oyat zo'r natijalarni olam shu natijalarni ko'z keltirolmay shuna 7-8 odamlar to'xtab qolgandan keyin asta-asta umidsizinib ondan keyin qayta qaqshashga ondan keyin asta-asta dushmanlashishga tushadigan shuna bir ahvolga ketib bordi. Menimcha buningda endi yalnız yaşlarning mas'uliyati deb yoshlarga ishtirib qo'yish bo'lmaydi. Chuqur cho'nglarmi bunga yoshlar bilan munosabat o'rnatib, yoshlar bilan bir aloqa bog'lab, yoshlarning ko'ngil so'zlarini anglab, yoshlarga bir o'zining hurmat qilayotganligini, ularning xiyollarini bir e'tiborga ilinayotganligini bir bildirish. Bu cho'nglarning majburiyati, yoshlarning o'zining majburiyati bo'lsa, shu o'ziga bir ishonch turg'izib, undan keyin g'oyani bek cho'ng, nishonni bek cho'ng tiklolmay, boshlanishlar bek cho'ng nishonni egiziyatni islamay, ham sabr taqatlarini sabrlik bo'lib, taqatli bo'lib, bu ishlarning niyatida boshdan planlaydi. Izchil va yoki niyati zo'r kelib ketmaydi holda o'zi anjmancha ideyalarni tayyorlab qilib, buning bir uzun so'zlangan kurash bo'lganligiga bir ideyalarni tayyorlab qilib, andan keyin bir qisqa muddatlik mushunday bir niyat kuchash orqali ham ba'zi ishlarning tez sur'atda vujudga chiqib ketmaydiganligi, ba'zida bu ishlarga uzun muddatlik azaldan kuchash kerakligi. Shularni es qilib yetsa yoshlar, ham yoshlarni o'z aktiv holda cho'nglar bilan bir aloqa qurishga izlansa, cho'nglarning qilgan ba'zi ishlarni ko'rib, bu ishlarni yaratmay, kamchilik qilib, men bo'lgan bo'lsam mundaq qildim, texnik jihatdan men ayarni yaxshi qildim. Ma'ni men texnik qildim, shunga imkoniyat yo'q deb to'xtamay g'aybat shikoyat shaklida o'zini yuqori o'rin qo'yib, lekin cho'nglarni yaratmay taqdirishga chiqa olmay, cho'nglar bilan aktiv aloqa qilib, men ma'jiyatni mundaqroq o'ylagandim, balki men texnik jihatdan mundaq yordam qilishim mumkin-di. Shunga men yordam qilib bergan bo'lsam deb o'zini o'ylaganlarini qilsa, menimcha bu texnik bir yaxshi bir ahvol shaklida deb o'ylayman. Ondan keyin yoshlarga yana nurg'un yoshlar vatanda nurg'un yoshlar bor, Amerikada, chet elda nurg'un yoshlar bor, ota-onasi vatan saqlanib yashayotgan. Ular o'zi o'tirg'a chiqib qo'ysa, namoyishlarga chiqib qo'ysa, o'zining qarindoshlarining beshiga bir ishilishini ansiraydi. Ham bunchalik ansirishni menimcha biz ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Gerçi hozirgi ahvolda bu butun millat xarakterlik bir balobat ishimiz kelayotgan bo'lsa, meni ba'zi bir shaxslarning beshiga agar omon qolgan bo'lsa, biz cho'qim bu bir hammamizning beshiga kelayotgan o'q, sanmi kirishing kerak bo'ldi, sanmi sakrada qilib, ularning ancha-muncha o'zining vatandagi ota-onalaridan qo'rqitib qolganlardan ansirash hissiyotini butunlay bir chetga qarab etib, uni sanmi o'tib sakraysan bilan tangdab uni bek zo'lab ma şekilde besim qilishning menimcha toza o'rin yo'q. Chunki bunday besimlar bo'lgan vaqtda bunday qilib ularga til ohani shaklda yoki qattiq besim shaklda samima o'tqinam bilan sakrashing kerak shaklda bir gaplar bo'lgan vaqtda amaliyotda buning birdan bir ta'siri faqat u yoshlarning texnik tez sur'atda qechib ketishi bilan shakllanadi. Shunga mening o'ylaydiganim shunday yoshlar uchun vaqtda o'zi bir ish qilishni xohlaydigan, o'zi bir töhfə qo'shishni xohlaydigan shu ularning ishlariga. Lekin o'zining ba'zi cheklimlar tufaylidan toza o'tirg'a chiqib o'zining yuzini ko'rsatib, toza qilib ketishga, toza yurib ketmaydigan yoshlar bo'lsa, ularga yana o'zi qila oladigan doirada ularga qanday ishlarni qilsa, yana töhfə qo'shgan bo'lganligini ko'rish kerak. Chunki har qanday hamma ish namoyish qilish bilan o'tirg'a chiqib yuzini ko'rsatib, matbuotlarga chiqib qilish bilan o'zini oshkorlash bilan bo'lmaydi. Ba'zi chog'larda bir filmning videosini ishlaydigan, bir filmning videosini kirishtiradigan, filmning musiqalarini ishlaydigan, asta xat bosadigan ishlarni tortib, shunday qo'shaqcha ishlarni tortib, nurg'un ishlarni o'zining yuzini ko'rsatmay turib, o'zining kimligini ko'rsatmay turib qilib bo'ldi. Yoshlarga shunday yo'llarning borligini bildirish kerak deb o'ylayman. Buningda cho'qim cho'nglarning yoshlar bilan bir aloqa o'rnatib, yoshlarga bir ishonch turg'izib, yoshlarning o'ziga bir ishonch turg'izishiga asta-asta qadam bosqichlar bilan menishni men mushuni umid qilaman, mushuni ko'rishni Nəhayət yaxşı sözlər berdiniz, rəhmət.
Demisimi ikki muhim nuqtani o'ttirib qo'ydingiz. Birisi nihoyatda tez natija qazansam deb o'ylaydi. Uni bir qism bolalardan ko'rdik. Andan keyin bu jamoat yoki atrofdagilar shu umid qilgandek zo'r darajada qo'llayolmagandan keyin bularda bir xil o'chmanlik yoki ular bizni qo'llamadi yoki moslashmadi yoki bizni ko'zga ilmadi degandek xato tushunchalar bilan hamma narsadan qo'lni yuvib chiqishadigan hatto jamoat qimorlashmaydigan hatto o'zining millatidanmi xafa bo'lib ularga bir xil tashlab o'tadigan bir ahvollarni biz ko'rdik, beshimizdan o'tdi. Haqiqatan o deganingiz to'g'ri. Andan keyin haqiqatan bir qism bizningki ziyolilarimiz, anki yosh fidoyilarimiz bo'lsin, siz degandek o'zini ko'rsatmay har tarafdan yordam qilib kelyotidi. Masalan, shu oldida o'tgan Angliyadagi Uyg'ur so'tig'imi bizningki 100dan ortiq ziyolilarimiz yoshlar aralashdi, lekin uniki hech kimning ismini yoki chiroyini hech kim ko'rmadi. Yana un-tunsiz holda ashunga yordamlashdi. Bunda qo'shin borgan sir ko'payyotidi. Millatningki beshiga tushgan bu qirqinchilik, zulm oshgan sari uyg'ondiganlar jiqiyotidi. Menimcha bundan keyin bundaq yoshlarimiz texmi ko'p chiqadi deb o'ylayman. Eng muhimi shu o'ttirdagi tushunishmaslikni hal qilishga. Mayli cho'nglar bo'lsin, mayli yoshlar bo'lsin, albatta sirtdan qarab bir faoliyatning kamchiligini bilmak nihoyat oson. Lekin shu faoliyatni o'z bevosita qilgan chog'da oz kuch bilan, oz odam bilan necha 100 odam qatnashadigan faoliyatni qilganda nurg'un kamchiliklarniki bo'lganligini bu ishdan keyin biladigan ishga odam hatto ba'zida mikrofonlardan ovoz chiqmay qoldigan shunday cho'ng faoliyatlarda shunday narsalarni, ba'zi narsalar, muhim narsalar kam bo'lib qolgan, tartibni saqlaydigan odam oz bo'lib qolib tartib buzilib ketadigan shunaqa ahvollarmi faoliyatlarimizda ko'rildi. Hamda mushlarninki hammasiga tang hamkorlashish uchun yoshlar nihoyat muhim, cho'nglarning yanida tursa. Menimcha bundan keyin bu ishlarni hal qilib ketgili bo'ldi deb o'ylayman. Oxirida sizningki qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Biz sizningki ishlaringizningki, oilangizningki boshqa a'zolariniki salomatligi ham ularniki tinchlik uchun Xudoyimdan duo tilaymiz. Hamda shuning bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning qadrimizga a'zo bo'lishini, hambarlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xo'sh vaqt bo'linglar. Allohga omonat.